Olma haqida foydali ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Olma haqida gap ketganda ikkilanmasdan shuni aytish mumkinki, bu kundalik ratsionga kiritish mumkin bo'lgan xavfsiz mahsulot. Hozirgi vaqtda fanda olma mevasi va postida mavjud bo'lgan biologik faol moddalar inson salomatligini sezilarli darajada yaxshilashi mumkinligi haqida dalillar mavjud. Vitamin va minerallarga boy kuchli mahsulot olma tarkibida juda ko'p miqdorda C vitamini 100 gramm mahsulotda kunlik ehtiyojning taxminan 10% va ozroq miqdorda B1, B5, B6, K1 va PP vitaminlari mavjud. Ichaklardagi K1 vitamindan mikrobiota ta'sirida kalsiyni suyak to'qimalariga kiritish uchun zarur bo'lgan mashhur K2 vitaminini tezlaydi. B vitaminlari oqsil sintezida ishtirok etadi. C va PP vitaminlari esa qon tomirlarining devorlari va immunitet funksiyasini mustahkamlaydi. Olma tarkibida ko'p miqdorda kaliy va mis, ozroq miqdorda kremniy va xrom mavjud. Bular salomatlik uchun juda muhim elementlardir. Mushak va yurak hujayralarida impulslarni uzatishda ishtirok etadigan ion bo'lib, ichaklarning normal ishlashi uchun juda zarur. Kollagen sintezi va ichak faoliyatini rag'batlantiradi. Mis ko'p miqdordagi fermentlarning bir qismidir. Organizmning antioksidlanishi, olmalarda ko'p miqdorda biologik faol fitokimyoviy moddalar mavjudligida olma pektinlari meva tarkibidagi boshqa biologik faol moddalar bilan birga yo'g'on ichak saratoni va boshqa ba'zi saraton turlarining oldini olishda ham ishtirok etadi. Bu sehrli mevamizni doimo tanovvul qilishni unutmang. Albatta ratsioningizga kirgizing.